Balki sizga qiziqdir, kitob nega kerakdir? Axir internet bor hozir, barcha ma'lumotlar hozir. Javobim qilsam bayon, hammasi bo'lar ayon. Internet va telefon, chiroq o'chsa yo'q shu on. Tasavvurlar joli, o'qigan odobli, kitoblar sehrli, qalblarimiz nurli. Zamonlar o'sha, bizga hamisha bilim bergan baroqlar, kitobdir o'sha. Balki sizga qiziqdir, kitob nega kerakdir? Axir internet bor hozir, barcha ma'lumotlar hozir. Javobim qilsam bayon, hammasi bo'lar ayon. Internet va telefon, chiroq o'chsa yo'q shu on. Tasavvurlar joli, o'qigan odobli, kitoblar sehrli, qalblarimiz nurli. Zamonlar o'sha, bizga hamisha bilim bergan baroqlar, kitobdir o'sha. Kitobda bordir sehr, tasavvurlar xilma-xil. Har qanday ertaklarni bo'lasan qahramoni. Alifbo ilk ustozim, undan o'qish o'rgandim. Internet emasdir asli, mening faxrim kitobim. Tasavvurlar joli, o'qigan odobli, kitoblar sehrli, qalblarimiz nurli. Zamonlar o'sha, bizga hamisha bilim bergan baroqlar, kitobdir o'sha. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-dekabrdagi 2020-2025 yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash milliy dasturini tasdiqlash to'g'risidagi 781-sonli qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan 2025-yil 21-25 aprel kunlari respublikamiz bo'ylab, jumladan viloyatimiz barcha hududlarida hamda Qamashi tuman axborot kutubxona markazida O'zbekiston kitobxonlar yurti 5-respublika kitobxonlik haftaligi o'tkazilmoqda. Kitobxonlik haftaligiga xush kelibsizlar. Davrani ochib berish uchun so'z axborot kutubxona markazi direktori Jamila opa Nartashevaga beramiz. Marhamat. Hurmatli kitobxonlar, mana bugun butun O'zbekistonimizda kitobxonlik haftaligi ochilish marosimi bo'ldi. Mana bugun nasib bo'lsa bugundan boshlab haftaning 25-kunigacha bizning kutubxonamizda kitobxonlar tadbirlari bo'lib o'tadi. Bunda zakovatlar, insholar, bundan tashqari milliy liboslar bo'yicha tadbirlar bo'lib o'tadi. Sizlarni bizning kutubxonamizga chorlab qolamiz. Xudoyqulova Sabohat opaga beramiz. Marhamat. Hurmatli mana shu axborot kutubxona markazi xodimlari, hurmatli mehmonlar, aziz o'quvchilar, aziz maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari, mana tumanimizda ham mana shu kitobxonlik haftasi, O'zbekiston kitobxonlar yurti deb nomlangan kitobxonlik haftaligi boshlandi. Mana shu
kitobxonlik haftaligi ramziy ma'noda ochilish marosimi bo'lib o'tyapti. Mana shu haftalikka barchani, tumandagi barcha kitobsevarlarni, barcha bir madaniyatli, ma'naviyatli insonlarni mana shu yerdagi bo'layotgan kitobxonlik haftaligida faol ishtirok etishga chaqirib qolamiz.